Assalomu alaykum hamma vatandoshlarimiz. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch tumanida, Raysenterda, parkning yanında ajoyib qurilgan sifatli hovli joyimiz bilan donishib o'tamiz. Bir polon ekan 420 kvadrat metrda joylashgan. Ko'rib turganingizdek tayyor xonadon, fasadlar ham travitilla qilingan, so'qillar ham kafillar bo'lgan. Yon tarafida sizlar pajamning xotin ham ega ekan, o'zini qizil chizig'iga girgan. Bu yer ham novisni ham qizil chizig'da ekan, hurmatli obunachilar. Shu joyimizning territoriyasi dokumentda kiritilgan. Birlərim seçki bulun. Xalasanız birini bekle verseniz ham bo'ldi. Bir yerde bir zali bor, keyin iç tarafında yine 4 xonasına ega gaz ve sudan muammosi yo'q. Bizlar bu tarafimizda pajani xod hisobida qoldirilgan. Shu joyimizni chizig'i dokumentine girgan ekan. Şimdi ayrim jihozlar qoldi, ayrimlari olib ketiladi ekan. Hurmatli do'stlar, birlikning naviskalarni plastik bo'lgan, bir yerda Lemal o'tirish uchun kursilar ham boz o'tilgan, kanalizatsiyalar chiqqan. O'ng tarafimizda bir de katta zali, keyin chan tarafında yana 4 xonasini ega. Dokumentlar ham muammosi yo'q. Dokument ham tayyor, hurmatli vatandoshlar. Raysenterda, parkning yanında. Birimiz yana katta zali, bir de hamma vaji ketadi, hech bir narsasi qolmaydi. Ko'ch arafasida ekanlar, mulkiyalari zarurg'an sababli ishi Toshkentda pirotxona ekan, shuning uchun sotib ketajak ekanlar. Hurmatli vatandoshlar, narx ham zo'r, narxini nazvaniya opisiyanada yozib qoldiramiz. Videolarimizni to'liq ko'rib borishlarini so'raymiz. Hurmatli obunachilar, kanallarimizda yangilar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Qo'llab-quvvatlab videolarimiz keyinroq tarqalish uchun, oluvchilarga yetib borish uchun hurmatli obunachilar yordamimiz degan bo'ladi. Birimiz 5'e 7,5 razmerda tushgan katta zalimiz bo'ladi. Oyoq tillari pol, divorlar однотонный fon, patologlar plastik, galagellar qo'yilgan, profil registrlari bor, отопление ham o'tgan. Sizlar bu tarafından beklab bersangizlar bo'ladi. Poli dokumentga girgan ekan. Muammosi yo'q. Bilan-ku vodopodlar ham chiqarib qo'ydilar. Chiroyli so'qillari kafil qilingan, darvozalar baland, ko'rib turganingiz sifatli, yaxshi darvozalardan qo'yilgan. Bismillah deb ichki qismına giramiz. Shunning katta dalon kutib oladi. Yeni 420 razmerda tushgan, uzinasi 17 metr ekan. Sizlar 4 xonasini ega. Ko'rib turganingiz. İçinde olinadigan vajibi zolimizda bir televizori bor, xonalamizda spalnisi bor, stenkasi bilan shu vajlar olinadi. Qolgan vajlar hammasi qoladigan oyoq gilamlari, bir de pirxoshkalari, ko'rib turganingiz lyustralar ham, osilib turgan lyustralar ham, perdelar ham qoladigan. Qolgan vajini deymaydi. Bir de pirxoshkasi bu vajini qoldirib ketadi. Bir de to'qni bir xil yetirib berib turadigan stabilizatorlar ham bor. Bunu qo'ygan sababi uyingizda hech bir narsa kuymasligi uchun bir xilina ko'rib turganingiz 220 voltda berib turibdi, 223, 24 ga turibdi. İnternetdan ham muammosi yo'q. Pirxoshkan ustida Wi-Fi'lar ham bor. İnternet ishlab turibdi. Yani lyustralar osilgan, patologlarimiz chiroyli qilib, gipsokardondan figura qilganlar ham galagillar ham o'rnatib qo'ydilar chiroyli qilib. Dalonimiz katta bo'lgani sababli ikki yerda ko'rib turganingiz profil registrlari o'rnatganlar yaxshi qizdirish uchun. Chap tarafimizda esa rakovinalari bor, kafillar qilingan, suv gap turibdi, napori zo'r azlayning. Nasossiz hali. Napori yaxshi nasos qo'ysangizlar, napori dum kuchli keladi. Oyoq tillari polg'an, bu yerda ikkinchi zalimiz, uchisi spalni, o'rtada esa kichkina spalni bo'ladi. Kichkina bolachangiz bo'lsa, kichkina shunga berib qo'ysangizlar, sizlar bo'ladi. Biz zalimiz bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, eshiklari yarma, yog'och eshiklardan birimiz 5'e 6 razmerda tushgan zal qismimiz bo'ladi. Ko'rib turganingiz yerda yana chiroyli gilamlar döşəlgən, şu televizorumuz alınadi. Hurmatli obunachilar, gilamlar, perda, konditsioneri qoladi. Divorlarda aboylar ham mo'sh aboylardan, aynalari pajani xod tarafga qaragan. Profil registrlari bor. Ajoyib joy bir chiroyli joylardan ekan, patologlarimizda yana figuralar qilingan gipsokardondan. Dokument ham tayyor, gaz ve suvlarından muammosi yo'q, transportdan ham muammo yo'q. Yanından 19 marşrutu o'tib turibdi. Yan atrofida bog'cha, maktablar ham yaqin, dim yaqin. 5 minutda boradi bog'lansam. 5 minutda boradi, 5 minutda keladi. Dim yaqin yerda joylashgan maktab ham, bog'cha ham. Birimiz 380 5 metr razmerda tushgan. Divorlar xafyor qilingan. Fon qilganlar ustidan patologlarimiz gipsokardondan figura qilingan. Bir de şu spalnimiz alınadi. Oyoq tilla gilamlar, perdelar, kaladon, pol qilingan katta joy, 420 kvadrat metrda joylashgan vatandoshlar. Shu vajdan e'tibor qilinglar, ham daloni 17 metrda tushgan.
Bunun dalalı halıcaylarımız yo'q, bilasizlar. Bu spalnimiz eng kichkina spalnasi bo'ladi. Eni 2 metr, uzinasi 5 metr razmerda. Xalasangiz bu yerda bir garderobcha qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xalasangiz bir kichkina balangiz bo'lsa, shunga berib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Xonamizda oynasi bu yon tarafga qaragan ekan. Bu yerniki esa ne? Pajani xota qaragan. Hurmatli do'stlar, xalasangiz bu divorni olib bir ikki xonani bir qilib bersangiz ham bo'ladi. Bir qo'shib. Hazla. Endi bu oxirgi xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Birimiz 3'e 5 razmerda tushgan. Hazla pol bo'lgan, divorlar fonda, karnizlar qistilgan. Bidening profil reyestrlari bor. Bir shkaf ham ketadi. Hurmatli obunachilar, eshiklarimiz yog'och eshiklardan, yarmoq eshiklardan o'rnatilgan. Endi bog' tarafi, ya'ni oshxonasi, sanuzellarni ko'rsatib o'tamiz. Bog' taraf ham ko'rib turganingizdek, akkuratlik qilib qo'ydilar. Krugoy stechka bo'lgan, naveslar bo'lgan, tapchan qo'yilgan, dam olib o'tirish uchun sharoitlar qilingan. Bu yerda esa ziloniy zonasi bor, mevali daraxtlar ham chiroyli qilib ekib qo'ydilar. To'rda kladovkasi, yozgi hojatxonalardan ham ega, paxsalar ham baland etib o'rilgan. O'ng tarafimizda esa bu yerda oshxona qismi bo'ladi. Bu yerda ham eshiklar yog'och eshik. Bu yerda mening xolodilniklari, kuxenniy mebellari, kolodon, gaz plitalari, vichkalar ham bor. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda esa sanuzelimiz joylashgan. Rakonyalar bor, demir kotyollar qo'yilgan, gaz toshchalari geniyning. Xavfsizlik uchun bu tarafimizni list bilan qaplab qo'ydilar. Bu taraflarimiz esa poni divorlar, plastik patologlar, avgustuna ega, unitazlar qo'yilgan, kir mashinam eganing tayyor ishlatib o'tiribdilar, ishab turibdi. Bu yerda vannalar ham akkuratli bo'lib turibdi. Endi bog'ini to'liq ko'rsatib o'tamiz. Akkuratli xonadan kelib to'g'ri yashib berasizlar. Hurmatli vatandoshlar, eng krugoy stechka qilgan, berlan naves bo'lgan, yozda bir dam olib o'tirmoqqa sharoitlar qilingan. Bir shoshlik pishirmak ham, to'y tashkillarda, bayramlarda hamma sharoitlar qilingan. Hojatxonasi menda kladovkasidan ham ega. Hazla mevali daraxtlarni meni chiroyli qilib qo'ydilar. Joyimiz fayzda chiroyli joylardan biri ekan. Gaz cho'chishga beraylik. Orientini aytib o'tsak, Urganch tumanida, Raycentrda, parkning yanında, yan tarafında bog'cha maktablar ham bor. Bog'cha maktabim 5 minutda boradi, bolalar 5 minutda keladi ekan. Dokumenti tayyor, muammosiz. Ham kvadrat metr ham katta. Bir plan 420 kvadrat metrda joylashgan. Narxini nazvaniya opisaniyada yozib qoldiramiz, hurmatli vatandoshlar. Eğer shunning joylarni qarab yurgan qarindoshlarimiz, do'stlarimiz, jo'ralarimiz bo'lsa, bemalol videoni yuborib qo'yasizlar, biza orqali joy asala foydamiz degandan xursand bo'lamiz vatandoshlarimizga. Kanallarımıza abone bo'lmaganlar bo'lsa, abone bo'lib, like'larni bosish esdan chiqmasin. Baddiy qilib tursangizlar, videolarimiz oluvchilarga yetib borishi uchun hazlar yordamingiz degan bo'ladi. Shu zarur bandalarga yetib borsa, biza xursand bo'lamiz hazlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi rolikda görüşguncha xayrlab qolamiz.